Assalomu alaykum. Qabrimizda oyoqlari muzlab ketgan, noto'g'ri eshitmayapsizlar. Muzdek ikkala oyoqni ushlasalaring, ikkala oyoq yara bo'lib yotibdi. Yaxshi, bitta inson oyog'ingizni tomirini bir tekshirib oling deb yaxshi maslahat beribdi. Tanjonlar sog' bo'lsin, kelishibdi. Oyoqlarning tomirlarini ko'ryapmiz. Bu o'sha tepadan tushib kelyapmiz. Pavzdошная arteriya deydi. Bedenli arteriyaga o'tish joyi, mana bedenli arteriyadan yana ketyapti. Qon mana to'xtadi. O'zi bu yoqqa o'tmayapti. Qon mana ko'rib turibsizlar, o'zi bedenli arteriya okklyuziya deydi, ya'ni son arteriyasida tushib olishlari uchun trombislar bu bilashga o'sha yopib, to'liq arteriyani yopib qo'ygan. Undan pastiga mana umuman qon o'tmayapti. Juda ham og'ir kasallik. Mana o'zi pastga tushdik. O'zi podkolenniy deydi. Podkolenniy arteriyaga o'zi poplitaga kelganimizda sekin o'zi ochilishni boshlayapti. Davay sekin yana, lekin kollateral qon tomir bu magistral emas, ya'ni sentralniy qon emas, bu shu dengizdan tomchi degandek, qurib bo'lmasin degan maqsadda Alloh taoloning bir mehribonligi, kompensator mexanizm. Kollateral qonlar, ya'ni atrofdagi boshqa tomirlardan qonlar kelib ta'minlab turibdi oyoqda. Qurib qolmasin deman, Allohning qudrati. Tomirni qani, umuman yopilib qolgan qani. Shu darajaga bo'lguncha ham yurilavergan. Shu darajaga bo'lib qolguncha ham yurilavergan. Oyoq muzlashga u qancha bo'lgan u? Yo'q, qon tomir shunchalik yopilguncha yurishavergan. Mana shunaqa, shu bilashga, shu ateroskleroz, shu nima qildi desiz, biz bilan biz taxminiy tashxis qo'ydik. Endi buni tasdiqlash uchun MSK angiografiya degan tekshiruv bor, shu yoqqa jo'natdik. Natijalarni albatta qo'shib video qilib qo'yamiz. Juda katta natija. Eng qizig'ini aytaymi, bu bitta oyoqdan emas, ikkala oyoq ham. Tasavvur qiling, ikkala oyoq son arteriyasi to'liq yopilib yotibdi. Okklyuziya bo'lib yotibdi. Xudoning qudratini yuribdilar oyoqda. Hozir zamon rivojlanib ketgan. Shuni ochib qo'ysa pul bo'lsa bo'ldi. Taxminan 2,5-3 ming dollarga ochib qo'yishadi. Yuraveradilar dorilarni ichib. Tomirlar ochib qo'yiladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videoga like bosing. O'z sog'lig'ingizga be'tibor bo'lmang. Bu tog'ani hech qanaqa keyin aytmoqchi sabab topilmadi. Sahar maslar, sigaret chekmanglar, ozg'inlar, doim aktiv yuringlar. Naslda birorta bir kasal bo'lmagan. Hayronman, yana bir maslahatlashamiz. Hozir shuni tekshiruvga jo'natib yubordik. Sog' bo'linglar.